Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari va qadrli obunachilar. Sizlar bilan yana Star Setting kanali. Bugun sizlar bilan ko'pchilikni qiziqtirgan savollardan biri Telegramni muddatidan oldin udalit qilishni ko'rib chiqamiz. Agarda sizga ham qiziq bo'lsa, biz bilan birga amalda bajarib ko'ring. Albatta bu amallardan keyin raqamingizga ochilgan Telegram akkauntingiz barcha yozishmalaringiz bilan birga 100% udalit bo'ladi. Siz doimgidek tayyorsiz, biz esa boshladik. Avvalambor Telegram akkauntingizga kirib olasiz va bu joyda mana chap tomonda yuqorida turgan 3 ta chiziqchaga va pastroqdagi nastroykaga. Bu joyda mana qulfda rasm bor konfidensialnosga kiriladi va eng pastini qarasangiz 18 oy qilib belgilangan muddatidan oldin udalit qilish deb shuni nazarda tutganmiz. Ya'ni bu joyda Telegramda o'zi har xil variantlar bergan, ya'ni 1 oyda belgilab turib saqlanib deb bossangiz, Telegramingizga 1 oy davomida umuman kirmasangiz, avtomatik tarzda o'zi udalit bo'lib ketadi. Biz hozirda o'zida udalit qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun yana o'sha 3 ta chiziqchaga kirib turib, nastroykaga kiramiz va bu joyda mana eng pastida вопрос o Telegramga kiriladi. Bu yerdan o'rtarog'igacha tushasiz. Your account degan yozuv bo'lishi kerak. Mana your account falan yozuvda yozilgan. Shuni ham pastrog'iga tushib turib deaktivation page deganga bir marta bosasiz. Bosganingizdan keyin через brauzer orqali Telegramni o'zini saytiga olib kiradi. Mana ko'rib turibsizlar, bu joyda telefon raqamingizni yozishni so'rayapti. Ya'ni plus bilan boshlab kodini va telefon raqamingizni yozasiz. Va pastdagi nextni bosasiz. Bosganingizdan keyin sizga kod keladi. Mana kod подтверждение для сайта degan, shuni pastrog'ida ko'rib turibsizlar, kichik va katta yozuvlarda kod bergan. Shuni kopirovat qilib turib, konfirmation kodi degan joyga kopirovat qilgan kodingizni yozasiz. Va bu joyga pitichka qo'yib turib, sign in degan yozuvni bir marta bosasiz. Va bu yerda mana pastiga delete my account bor. Shuni bir marta bosib turib, bu yerda mana yes delete my accountni bir marta bosasiz. Mana kanalimiz kuzatuvchilari, bugungi video roligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Telegramingiz 100% udalit bo'ldi. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lishingizni, like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldirishingizni kutib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.